Instagramda trend bo'lgan o'sha baklashkali pankekni men ham tayyorlab ko'rdim va bundan juda ham afsuslandim. Sababini esa videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Baklashkaga ikkita tuxumimizni chaqib olamiz. Ketidan iliq 200 ml sutni quyamiz. 2 osh qoshiq shakar va 8 osh qoshiqda un solamiz. Men boshida 6 osh qoshiq soldim, keyin suyuqlik qilgani uchun yana 2 osh qoshiq qo'shdim. 2 osh qoshig'ida o'simlik yog'i va yarim choy qoshiqda razrixlitel solamiz. Baklashkani yaxshilab chayqatib massamizni aralashtiramiz. Qopqog'ini o'rtasini teshib, videoda ko'rsatilganidek qilib tovaga quyib chiqamiz va o'rtadan pastroq bo'lgan olovda pishirib olamiz. Men pankekni ikki xil usulda pishirdim. Birinchisini chiroyli, shunaqa noodatiy usulda qildim. Ikkinchisini esa barchamiz biladigan dumaloq pankek qilib pishirib oldim. Tayyor pankeklarimni eritilgan shokolad va banan bilan yasatib oldim. Ishoninglar, banan va shokolad bilan shunaqa mazali bo'lar ekan. Endi nimaga afsuslanganimni aytadigan bo'lsam, farzandlarim uchun baklashkada tayyorlaganim juda ham qiziq tuyulib, baklashkali pankek qilib bering deb har kuni so'rashyapti. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin.